Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 2 kundan buyon pastlagan narx-navo bugun afsuski yana ko'tarildi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling va videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat! Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-mart kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 2.78 so'mga pastlab 153.22 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 48.07 so'mga tushib 14044 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 14.07 so'mga ko'tarilib 12940 so'mni tashkil etdi. Bunda 100 AQSh dollari 1.294.000 so'm bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik keng tarqalib barchaga e'tiborishligi uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.